Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Yana bitta mijozimizni xonadoniga oshxona mebellarini olib kelib, yetkazib, o'rnatib berdik. O'rnatish jarayoni tugadi, ustonkamiz tugadi, xudo xolasa. Bu ishimiz Samarqand viloyati Payariq tumani Cherakka qo'yib berganmiz. Ishimizning uzunligi 4 metr, balandligi 235. Mana bu ikkita binoning balandligi 245 tashkil qiladi. Xo'p, ishimizning materialiga keladigan bo'lsak, akril, turetskiy 18 mm qalinlikda bo'ladi. Yonlari ham o'sha PVC koronkalarda bosilgan. Petlarni ko'rib qo'yishingiz mumkin. Umuman petlarni cho'tki qilib qo'yganmiz. Mana shu 150 eshikning o'ziga 5 ta petla qo'yganmiz. Sababi uzoq yillar xizmat qilish. Yopilishlariga e'tibor berasizlar, do'stlar. Xo'p, bu yerini o'sha Ariston qo'yaman degan, shunga joy tashlab ketganmiz. Mana bu nimalari chiqib turibdi. Rozetkalarigacha joylarini belgilab ketganmiz do'stlar. Tag qismlariga keladigan bo'lsak, polkalarni qilib berdik. Bu yoni ham shunday polkasi bor. Bu yerda gaz tagi mana bunday qilib barlarni qilib berganmiz do'stlar. Xo'p, polni hammasiga vakuumli sistema, o'sha kompotlarni ham qo'yib qo'yibdi. Xo'p, bu yerda tortmalari bor do'stlar. Tagiga o'sha qozonlarni qo'ygani bor. Mana bu yerda esa qoshiqlarni qo'ygani, uni tagida ham yana отдельный nimasi bor, tortmasi bor. Xo'p, bu yerga har doimgidek mo'ykani tagini ochiq qilib qo'yamiz, sababi orqadan kelgan suvlarni bemalol montaj qilish uchun shunday ochiq qilib qo'yamiz. Bu yerga duxovkani qo'yganmiz, standart yerdan 60 cm balandlikka qo'yganmiz do'stlar. Duxovkalarni ham ishlatib berdik. Ho'pning duxovkalari, mana ko'rishingiz mumkin. Taymerlari bor, buning o'zining graduslari bor. Mana bunday tepa-past hamma narsasi ishlaydi do'stlar. Bu yerga mana bunday qilib turib, polkalarni qo'yib, chiroyli qilib qo'yib berganmiz do'stlar. Tepa qismiga keladigan bo'lsak, mana bunday qilib ikkitalik polka qilganmiz. Polnisi mana ko'rishingiz mumkin. Bu ikki yonni oynali qilib bering degan, mana oynali qilib berdik do'stlar. Mana bu yerni esa vitishka uchun qo'yganmiz. Nasoslari o'zi ko'tarib turadi. Nasoslari ham turetskiy bemalol o'zini ushlab turadi. Xo'p, bu ishimizni общий narxi mana shu yerga bitishi 12 million so'mga bitgan. Albatta, bitovoy texnikalardan tashqari. Xo'p, bonuslarga nimalar kerak deydigan bo'lsangiz, bizdan mo'ykasi, semisetri, mana bunday iladiganlarni qo'yib berganmiz. Albatta, 3 ta tandem rolik bilan qo'yib berganmiz. Har bitta tandem roligimiz 70 kiloni ko'taradi. 39 razmerda qo'yib berdik bularni. Kimga shunday ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Joylarga aytasizlar, bo'lamiz. Razmer olishi, uстановkasi, dastavkasi, 3D variantini chizib berishi, ko'rsatishi hammasi uстановkaning ichida bepul hisoblanadi do'stlar. Uzoq yaqin yurgan aka-ukalar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar va pastdagi nomerlarni qoldirib ketamiz. Telegram, WhatsApp, YouTube hammasi shunda bor do'stlar. Siz joyingizga aytasiz, biz razmerni hisoblab turib, summasini chiqarib beramiz. Agar ma'qul kelsa, joyingizga borib, kelishilganimizdan keyin borib, joyingizni o'lchab, 3D variantini chiqaramiz. Kelishilgan summani 50% ni berasiz. Aytilgan kunni belgilaymiz. O'sha kunga borib o'rnatib beramiz, xudo xolasa. Demak, sizlar bilan yana Yevromebel bo'ldi. Yana navbatdagi ishlarimiz orqali ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Kanalimizni kuzatishda davom etinglar. Albatta, bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin.